Zadan suv tekan narxda Captiva chiqsa ayting. Kam ko'sti bo'lsa o'zim qildirib olaman deganlar uchun. Xo'p, yangi motor taqdim 3.6 dedilar, yangi balon taqdim dedilar, metan gazi bor. Mashinaning kapotida kraskasi bor dedilar, propan gazi bor ekan. Xo'p, holatlari kapot bilan bamperni boshqatdan septirib yuborish kerak. Atak qolgan joyi normalnik emas. Anaqasini almashtirib yuborasizlar. Xo'p, kartalari o'rta holatda, sidenalari ham o'rta holatda. Xo'p, mana monitorlari bor, 400 ming atrofi yurgan ekan. Orqa salonlari ham akkuratniy bo'lib turibdi. Texnik ishi yo'q. Oldi hadovoyda $200 ishi bor dedilar. Keyin mana bunaqa miatinalari bor ozgina. Xullas, etbetiga qarab o'rsanglar yaxshi mashina bo'ladi. Suv tekan kanaldan olib maza qilib haydayman deganlarga $7590 ga berib yuboramiz. Balonlari yangi ekan.